juvon nima bo'girlar. Ha, ho'kizlar. Shoshma. A? Nima urushasan? Otangni molini bo'lyapsanlar urushasan, a? Daqaq. Qochma. Qochma, tutib olsam yomon uraman, lekin toza yedingki meni adob qildilaring-ku. Ha, beti qurg'urlar. Nima o'tirsanlar? Dadang kelsin. Kechga dadang keladi-ku. Teringni samon tiqtiramansanlar. Tush oldimga. Tush oldimga. Enangniga qarab o'tiribsan sen. Tush oldimga dedim. Mena, dadam kelyapti. Mena, dadam kelyapti, dadam. Xotin! Ya onangni. Turishga qara buni. Rangini qara buni. Yaxshiyam seni opman. Menga aytyapsan? Sharmanda bolalar bor-ech, o'zi kechishsin, bilingi. Uyalmaysiz. Tirga qale, senga aytamanmi? Mashinamga aytayapman. Meni yo'lim to'smaylar. Men ketaman onamni. Ketsin. Yo'lini to'sma. Yo'qol onangni tuya. Onangni. Ona, hech ham xafa bo'lmang. Bizdek pahlavon o'g'illaringiz bor. Qo'lingdan nima keladi, tirriq? Yo'q, mehmonmi? Ha, dadajonisi? Qayerda ollaring buni? O'zbekistondagi eng arzon avtosalon Premier Avtocity'dan oldik. Boshlang'ich to'lovini $2600 bersangiz Cobalt Gentra'larni 8,5% dan bo'lib to'lashga beryapti ekan. Dada, endi enamga chiroyli gaplardan gapiring. Xonim, xush kelibsiz jonim. Tushuncha? Ana, ayollar Premier avtosaloniga rahmat. Yeringizda chizgan chizig'ingizga qo'yib qo'yadi. Eshikni oching, chalpak.